Qanday holatda yo'l patrul xizmati xodimi haydovchini to'xtatishi mumkin? Yo'l patrul xizmati xodimi asosan 8 ta asosga ko'ra haydovchilarni to'xtatishi mumkin. Birinchisi, yo'l harakati qoidalari buzilishi vizual kuzatuv yoki maxsus moslamada aniqlanganda, masalan, haydovchi qizil chiroqdan o'tib ketdi va bu qizil chiroqdan o'tganligi kamerada fiksatsiya qilingan bo'lsa. Ikkinchisi, maxsus moslamalar, audio, foto va video texnikalar, ko'chma fotoradarlar va mobil komplekslar, shuningdek, alkotester, narkotester, maxsus planshet va oynani qoraytirilganligini aniqlovchi maxsus uskunalar yordamida huquqbuzarliklar aniqlanganda. Uchinchisi, transport, haydovchi yoki yo'lovchi qidiruvda bo'lganda yoki biror bir huquqbuzarlikka ulardan birining aloqasi bo'lganda. To'rtinchisi, haydovchi yoki yo'lovchi yo'l transport hodisasini ko'rgan bo'lsa va ushbu yo'l transport hodisasi haqida ma'lumot olishi kerak bo'lsa. Beshinchi, harakatni cheklash yoki taqiqlash bo'yicha qonuniy ko'rsatmalar mavjud bo'lgan hollarda yo'l patrul xizmati xodimi sizni to'xtatib, boshqa yo'ldan yurishingizga sizga ko'rsatma berishi mumkin. Masalan, yo'llar yopilganda, prezidentskiy trassadan kimdir o'tayotganda yoki bo'lmasa biror bir yo'l yopilib, marafon tashkil etilayotganda sizni yo'l patrul xizmati xodimi to'xtatib, qo'shimcha ko'rsatma berishi mumkin. 6. Yo'l patrul xizmatiga sizning transport vositangiz kerak bo'lib qolganda. Masalan, yo'l patrul xizmati xodimi sizning mashinangizdan foydalanib, biror bir kasalni kasalxonaga olib borish, tabiiy ofatda yordam ko'rsatish yoxud jinoyatchini quvlashda sizning transport vositangizdan foydalanganda. 7. Maxsus tadbirlarda, xalq tili bilan aytganda reydlarda. 8. Prava, ya'ni haydovchilik guvohnomangiz va boshqa transport vositasiga tegishli hujjatlarni tekshirish uchun. Yo'l patrul xizmati xodimi boshqa asoslarga ko'ra sizning transport vositangizni to'xtatishi taqiqlanadi.